Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar, ukalar. Bugun magazinimizda yangicha turdagi, ya'ni o'ta ixcham mini traktorimiz haqida video obzorini qilib beraman. Videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan vodiyga kiraverishdagi Perevaldan tushirishlaringda o'ng qo'ldagi yangi ochilgan magazinimiz. Faqat traktor sotamiz, so'raganlarga mini traktor sotamiz va komplektini so'rashyapti ko'pchilik. Komplektida hech nimasi bo'lmaydi va narxlari ham o'ta arzon. Narxini ko'pchilik oxirida aytganman, videoni oxirigacha ko'rmasdan narxlarini aytmayapsan deyapti. Narxini oxirida aytayapman. Endi iloji boricha boshida aytishga harakat qilamiz. Xo'p, bunimiz 244 3 porshinli mini traktorimiz 24 ot kuchiga ega. Ko'rib turibsizlar, ixchamligini akalar. Balondan balongacha 1 metr yoki 1.10 metr chiqadi xolos. Buni legirovka qilib kengaytirsalaring bo'ladi. Buni ko'pchilik ishonmayapti, ko'rganlar Zubr traktor deb o'ylashadi. Yo'q. Akalar, remelli emas, kardanli Yuto motor. Motorini ham ko'rib turibsizlar. 24 ot kuchli 3 porshinli mana. Porshinlari 3 talik. Apparatlarni ko'rib turibsizlar. Xo'p, rollari gidravlika bo'ladi. Rollari gidravlika, to'g'ri, mana bu sidinalarni, orqalarini Zubrnikiga o'xshatib ishlab chiqarib qo'ygan, lekin palovosli kardanli mini traktorimiz 244 markali 24 ot kuchiga ega mini traktorimiz. Garantiyalarini beramiz. 24-yilda ishlab chiqarilgan, 6-7 oylarda ishlab chiqarilgan. Mana 980 kilogramm qo'yilgan, 1 tonna oshib chiqadi, 1 tonna oshiqroq chiqadi. Xitoy texnikasi, motorlari Yuto motor. 9.5 ga 20 lik orqasi, orqa baloni Shiroki balon bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. 600 ga 14 lik oldi baloni bo'ladi. Xo'p, bunimizni apparatlari hamma yo'g'i insholargacha qo'yilgan. Orqadan silindri chiqqan. Bunga bemalol jatka ulab 1.5 metrli 1.60 lik jatkalarda ulab ishlatsalaring ham bemalol ishlayveradi. Bitta kalitga zavod bo'ladi. Tayyor holatga keltirib, yig'ib, olib kelib qo'yilgan akalar. Tormozlarida ham rushnoylari bor. Bunda aksariyat traktorlarda tormozlarida bo'ladi. Panejnik, paujnik 8 ta skori bo'ladi, ya'ni 6 ta oldinga, 2 ta zadniy bo'ladi, 2 ta orqaga. Korobkalari holati mana ko'rib turibsizlar. Motorlarni ko'rsatdim. Statorlari, dinamlari hamma yo'g'i bor. Ko'p traktorlarda dinamo bo'lmaydi va eng qizig'i oldi ham tortadi bulardan. Oldi ham tortadi 4x4. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, balonini peredilka qilib olasizlar, kengaytirib toraytirsalaring bo'ladi. Qiziqqan akalarimizga narxi 5.5 ming dollar qilib beryapman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bundan bitta keldi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, chiqarib yuboramiz. Dastavka qilib ham chiqarib yuboramiz. Faqat dastavka xizmati ichida emas, chunki har xil joylardan olishyapti akalarimiz. Qanchaga olib borib beradi biz bilmaymiz. Shuning uchun dastavkasidan tashqari arzonroq o'zini komplektida prisepnoylari hamma yo'g'i bor, faqat agregatlari bo'lmaydi. Kimga qiziq bo'lsa